Bu O'zbekiston, bu esa Koreya. Ikkala davlatda ham bir xil muammo, kuchli yomg'ir va suv toshqinlari mavjud. Lekin Koreyada bu holat 10 barobar kuchliroq. Bu videoda siz Koreya misolida yomg'ir suvi sistemasi haqida eng muhim ma'lumotlarni bilib olasiz. Yomg'ir mavsumida ko'pincha 80, 90 yoki 100 mm yomg'ir yog'adigan xabarni eshitamiz. Ammo bu aslida nimani anglatadi? Oddiy qilib aytganda, soatiga 1 mm yomg'ir yog'di degani 1 kvadrat metr joyga 1 litr suv tushgan degani. Masalan, 2025-yil iyul oyida Koreyaning Sosan shahrida soatiga 115 mm yomg'ir yog'gan. Bu esa 1 metr kvadrat joyga 115 litr suv tushgani, ya'ni 11,5 sm suv balandligi hosil bo'lgani degani. Shuning uchun hozirda Seul shahrida eng ko'p yomg'ir yog'adigan hududlarda Gangnam stansiyasi, Derimchon va Gwanghwamun atrofida soatiga 100 mm dan ortiq yomg'ir suvini qabul qila oladigan chuqur yer osti drenaj tunnellari qurilmoqda. Bu tunnel tizimlari kuchli yomg'ir vaqtida ortiqcha suvni tezda yig'ib, Han daryosiga yo'naltiradi. Loyihaning maqsadi suv toshqinlarini oldini olish va Seulning markaziy qismini sel xavfidan himoya qilishdir.